AQShni yahudiylar boshqaradimi? Ko'pchilik konspirologik qarash deb hisoblaydigan bu fikrning zamirida oz bo'lsa ham haqiqat borligini bilasizmi? Oldindagi 3 daqiqa ichida ushbu mavzuni imkon qadar sodda va tushunarli tarzda bayon etishga, aniq faktlarni keltirishga harakat qilaman. Isroildan tashqaridagi eng ko'p yahudiylar yashaydigan mamlakat bu AQSh. Turli statistikalarga ko'ra dunyoda 16 milliondan ortiq yahudiylar mavjud. Shundan 7,7 millioni Isroilda, 6 millionga yaqini esa AQShda istiqomat qiladi. Hatto ayrim statistikalarda AQShdagi yahudiylar soni Isroildagidan ham ko'pligi aytiladi. Qo'shma Shtatlar aholisining 2,5% ni tashkil qiluvchi yahudiylar diasporasining nafaqat son, balki nufuz jihatidan ham mamlakat ichki va tashqi siyosatidagi ta'siri yuqori. AQSh prezidentlarining ma'muriyatlaridagi nufuzli lavozimlarda yahudiylar doim ko'pchilikni tashkil qilgan. Masalan, amaldagi prezident Donald Trump ma'muriyatini olaylik. Qo'shma Shtatlar prezidentining qizi Ivanka Trump va kuyovi Jared Kushner yahudiy ekanini ko'pchilik bilmasligi mumkin. Ivanka 2009-yilda Jared bilan turmush qurishdan avval ortodoks yahudiylikni qabul qilgan va hatto ibroniycha Yael ismini ham olgan. Jared Kushner hozirda AQSh prezidentining tinchlik bo'yicha maxsus vakili sifatida G'azoda o't ochishni to'xtatish kelishuvi hamda Rossiya va Ukraina o'rtasidagi tinchlik kelishuviga erishish uchun sa'y-harakatlarda asosiy rolni o'ynamoqda. U shuningdek Ibrohim kelishuvlarining ham asosiy me'mori sanaladi. Bundan tashqari, Donald Trampning Yaqin Sharq bo'yicha maxsus vakili Steve Witkoff, Mudofaa vaziri o'rinbosari Steven Feinberg, Oq uy apparati rahbari o'rinbosari Stefan Miller, Oq uyning sun'iy intellekt va kriptovalyuta bo'yicha maslahatchisi David Sachs, Federal Rezervning keyingi rahbari bo'lishi kutilayotgan Kevin Warsh, NASA rahbari Jared Isaacman hamda yana o'nlab amaldorlar yahudiylardir. 2025-yilgi statistikaga ko'ra AQShda 163 nafar yahudiy milliarderi mavjud. Jumladan, Oracle korporatsiyasi hamta'sischisi Larry Ellison, Meta asoschisi Mark Zuckerberg, Google asoschilari Larry Page va Sergey Brin, Microsoft sobiq ijrochi direktori Steve Ballmer, Dell Technologies kompaniyasi asoschisi Michael Dell, Bloomberg LP kompaniyasi asoschisi Michael Bloomberg va boshqalar shular jumlasidan. Endi siyosiy jabhaga o'tamiz. AQShda xoh respublikachilar hokimiyatga kelsin, xoh demokratlar, ularning barchasi Isroilni hamma jabhalarda to'liq qo'llab-quvvatlaydi. Bu AQShdagi Isroil lobbisi, boshqacha aytganda, Isroil manfaatlarini ifoda etuvchi guruhlarning ta'siri va nufuzi yuqoriligidan dalolatdir. Mamlakatda Amerika-Isroil jamoatchilik aloqalari qo'mitasi kabi Isroil lobbisiga xizmat qiluvchi o'nlab guruhlar mavjud. Ular AQShdagi saylov kampaniyalariga millionlab dollar mablag' ajratadi, siyosatchilar bilan juda yaqin aloqalar o'rnatadi, kongress a'zolari bilan uchrashuvlar o'tkazish orqali ularga tavsiyalar beradi. Shu kabi richaklar orqali bu guruhlar AQShning tashqi siyosati, ayniqsa Yaqin Sharq bo'yicha siyosatida yaxshigina ta'sir kuchiga ega bo'ladi. Yuqoridagilar sababli ham dunyoning iqtisodiy va harbiy jihatdan eng qudratli davlati bo'lgan AQSh, Isroil mamlakati tuzilganidan buyon uni doim himoya qiladi va qo'llab-quvvatlaydi. Do'stlar, mening nafaqat Instagram, balki Telegram sahifam ham bor va Instagramdan farqli o'laroq Telegram kanalimda yurtimiz va jahon maydoniga oid bo'lgan xabarlarni ko'proq yoritib boraman. Instagram profilimning biosida Telegram kanalimning havolasi joylashgan. Obuna bo'lib, eng so'nggi yangiliklardan tezkorlik bilan boxabar bo'lishingiz mumkin. Omon bo'ling.